Basharaga ayog'im, nimaga bu kitobni oldim o'zi? Baribir o'qimasam. Iltimos, sadaqa qiling. Pul topish uchun ishlash kerak. Bo'lmish. Stop. Anglashuvchilik bo'libdi. Men hech qilmadim. Mana qurol mana bunday edi. Uyolasini hamsa, u oldi o'tdi. Meni o'tmaylar, iltimos meni uyimda bola chaqam bor, to'rtta sigirim bor, ikkita qo'yib. Stop! Qayerda bor? O'ldimmi men? Kimman men? Nimadir nidoga o'xshayapti. Qayerdaman bilyam? Agarda siz boshqa dunyoga to'satdan o'lib tushib qolgan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu yerning qoidalaridan tashqariga chiqmang va ularga qattiq amal qiling. Yana qanaqa qoidalar? O'zi qoidalarni kim ham o'qirdi? Birinchi qoida: orqangga qarab yur. Bo'ldi, qoidalarni yaxshi ko'raman.